Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bizda aksiyamiz mart-aprel oylarini o'z ichiga oladi. Bugungi videoda 10 kW quyosh panel stansiyasiga qancha pulga tushishi haqida ma'lumot beramiz. Bizning xizmatlarimiz Podключ o'zi nima? Bu biz panelni olib kelib, o'rnatib va ishga tushirib berish, ya'ni bizga telefon qilasiz, biz kelamiz va 4-5 kun panelni o'rnatish jarayonidan zavq olasiz degandir. Xullas, quyosh paneli o'rnatishga nimalar kerak bo'ladi? Birinchi navbatda panel Jingsun 570 watt bir tomonli 18 dona invertor Kovax 10 kW 220 voltli rejim gibrid elektr tokini sotadigan invertorimiz, kabel PV1/4 olovda yonmaydigan maxsus panellar uchun kabel, yana qo'shimcha steker, avtomat elektroshit, chaqmoqdan himoya qiluvchi qurilma, kuchlanish relesi bo'ladi va metall qismi uchun 4x4 2 stenka, ugolni hamda zanglamasligi uchun 402 markadagi nitro bo'yoqlari bilan bo'yab beramiz. Endi narxlarga kelsak, narxlar Podключ $2850. Qo'ng'iroq qilsangiz bir to'xtamga albatta kelamiz. Boshqa variantlarni ko'rib chiqilishi ham mumkin. Yana eslatib o'tamiz, kanalimizda quyosh panel o'rnatish yoki boshqa turdagi elektr xizmatlarini ko'rsatish haqida video ma'lumotlarni topishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.